Assalomu alaykum dilasi obunachilari, hammaga salom. Sizlar bilan Alfa va bugun Portugal bilan New-Zealand o'ynayapti-ekan va men Portugal bo'lib qoldim. Va tarkibini Portugalda ko'rishlaring mumkin. Diego Costa, Nunes, Inakio, Diaz, Cancola qizilapti, Neves qizilapti, Vitinha o'zimiz bilamiz, Paris Saint-Germain, Neves ham Paris Saint-Germain va Milanlik albatta Rafael Leao'miz ham bor. Va u tushib ketdi hozir bittada. Menda bor hozir Fernandes o'zining asos tarkibida turibdi. Sivilar 81 tushgan bilmayman va Ronaldo joyida turibdi narsasi va do'stlar va bizlar qizil kiyimdagi Portugalmiz. Voy, Bruno Fernandes deydi-ku. Ancha qiyinlashib ketdi o'yin, chunki endi bu davlatim yomon kuchli ekan. Voy, vaqt tugadi do'stlar. İkinci tane tayyorgarlik ko'ramiz. Hozir Cristiano Ronaldo qayerga ketdi bu garang? Hozir bitta garang qayoqqadir tibib berdi. Menimcha Paris Saint-Germainliklar ancha xursand. Ikkita uchta Paris Saint-Germainliklar bor bu tarkibda. Voy, kim dahshat tez yugurar. Cristiano qochib turdi, Rafael Leao. Va Cristianoning zarbasi uncha zo'r ketmadi. Cristiano Ronaldo. Portugal. Yaxshi, Diaz. Ruben Diaz. Diego Costa ikkita gol o'tkazib yubordi. Alvaqt bor hali o'ynashimiz mumkin. Rafael Leao tezlik kuchli. Do'stlar, tezlanish bilan tezlik kuchli. Rafael Leaoning hozir tushib ketgandan keyin bitta narsasi 83 bo'lib qolibdi. Mana rostdan qaranglar. Buni 82 ekan. Hozir adashib ketdi. Va aytgancha qizil playerlarimiz ham bor edi bizlarding. Cristiano Ronaldo deydi-ku, hamma Cristianoga balet qiladi. Va 70-daqiqada ancha gol urib qo'yish mumkin edi. Muhammad bizlar urolmadik. Va Cristianoga yana bir pas. Bu safar yo'q qilmasang bo'ldi vaziyat. Rafael Leao, Nuno Mendes, Rafael. Yo'qda odamlar qoldi. Voy, kim edi? Kim bu? Bruno Fernandes. Yaxshi, Portugal ham yaxshi. Futbolchilari, sariqlari bor va O'zbekistonda chempionat bilan tushadi hali. Va bizlar har doimgidek 19-level hali botmiz. Va Portugalning leveliga bizlar hali ancha mos kelishmaganmiz. Va Cristiano Ronaldo, bugun sening kuning emas ekan. Bildik. Taraf. Xullas, men botman shuning uchun. Bugun hech qanaqa gol gol ham o'tkazmadim. Chunki endi ular ikkita golni o'zi urib qo'yibdi ekan. Va menga kam pul beradi. Va bu yoqda bizlarding mana. Va do'stlar, yo'q. Internet kerak. Yo, hammasi zo'r. Nima deyish? Nima hammasi bunaqa bo'lib qoldi? Qizilgan ko'rak.
ekanda. 20 kunga belgilabman nima bo'ladi? Menga chiqqan nima olmayapman. Finalda ham qutulash kerak hali. Olish kerak do'stlar. Bunaqa kartalarda kubolarim bor, hammasi bor. Deylasizlar, mana mendagi mana akkauntim har doimgidek turibdi. Mana Rafael Leao tezlik bilan tezlanish kuchliroq. Polvich bizlarning albatta do'stlar, sizlarga bitta gap. Menimcha Milanni yaxshi ko'radigan dilsida hozirgi anularimiz, obunachilarimiz hozirda yomon xursand bo'lsa kerak. Qaranglar, 3 ta Milanligimiz. Polvich, Rabiot, Rafael Leao. Van de Ven kommentariyada yozib qo'yinglar. Safonov albatta o'zining darajasida va bu quvlanib qolibdi. Va do'stlar, hech narsaga kerakli emas. Hozir bizga bunaqa beribdi. Bunaqa beraman shunda. Ha, buni hozir kelibdi. Asari hozir kelibdi. Usagent. Usagent ochilib nimaga bermayapti? Va O'zbekistonning eng kuchli Husanov ham bor. Usagent. Nimaga ochilmayapti? Hamma narsa internet ishlatik do'stlar. Menimcha internetda darayib. Nima bermayapti? Usagent. Berish kerak. Bunga kirib ketdim, kerakmi? Shunaqa garanglik ham odamlar tutib turadi, do'stlar. Va bu yerda nimalar kelgan? Ha. Ko'tingga tiqayapman men narsa. Qani Riverani to'ldiryapti. Shuni do'stlar. Rivera ham uncha kerakli futbolchi emas, do'stlar. Rivera yaxshi-ku Rivera ham. Endi unchalik emas. Overiri. Qaqa ko'timga tiqib berdimmi? Qayoqqa otib berdim boya futbolchini? O'xeddi. Shuni otib berdim men, nima bo'ldi? To'xtanglar, vaqt qani. Mana turtdi joyda. Shunday bitib otib berdim do'stlar. Ham qiziq bo'ldi. Mana bizlarning 19-level. Albatta like bosinglar, kanallarga obuna do'stlar. Yaqinda bundan zo'r videolar chiqaraman. Va do'stlar, sizlarga bitta zo'r yangilik. Agar sizlar meni shu yerga 15 ta yangi obunachi, 4 ta 15 ta like bossalaring bo'ldi do'stlar. Javob beryapman. Qidiruv agentlar videolarini chiqaraman. Hozirgi qani draftdan o'qib qo'yibdi-da. Yopib qo'yibdi. Nima bo'lgan bular? Nima bunaqa bo'lib qoldi? Ikkita darvoza bormi buni? To'xtanglar do'stlar. Endi bor-ku. Pastda birinchi qilik. Bu yerda pastda Bonu bor. Tepalarda esa mana Vilmas do'stlar. Qaranglar, bu Vilmas chet ellik. Bu Vilmas chet ellik. Ikkalasi ham Vilmas ismidagi. Shunisiga tushunmayman do'stlar. Portugal hozir o'ynadik.
Le, ha bo'ldi mana. Anoga kelgan. To'xtanglar, draft managa kelgan. Le qani? Mana le. Mana shu futbolchi ko'kka tushib ketdi 65. Reyting nechimdirda esimdan chiqarib qo'ydim. Xullas do'stlar, bu video ancha ko'p prosmotr olyapti. Endi do'stlar, like bosmasalaring bo'lmaydi. Shuncha like bosinglar va bizlarning shorts videolarimiz ham kuchayib boradi. Oddiy videolarimiz ham kuchayib boradi do'stlar. Easy tushib ketdi. Barkolla ham hammasi tushib ketdi. Siz like bosinglar, kanalga obuna va keyingi qismlargacha ko'rishguncha xayr do'stlar.